Give it to me like. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Enix kanali. Bugun bizada yangilik, ya'ni yangi naushnik oldim. Shuni reklama qilib olib chiqmoqchi bo'ldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi naushnik ekan judayam. Narxi unaqacha qimmat emas, lekin funksiya, effekt, sifat darajasida uncha-muncha naushnikni orqada qoldirib yuboradi. Bu Barafon BO100. Mana hozir ovozimdan ham farq qilayotgan bo'lsanglar kerak. Oldingi videolarda ovozimiz judayam kassasi 0 edi, даже minusda edi. Hozir mana hozir ortiqcha filtr ishlatmagan holda naushnikni mikrofoni orqali gaplashyapmiz. Xo'p, OBSni ochsam, men har doim o'zi OBSda zapis qilaman ekranni. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Alohida mikrofon uchun qilib qo'yganman. Shuncha narsa bor ekanmi deb o'ylamanglar. Men bularni ishlatib ko'rdim xolos. Va oxiri mana shu 3 tani qoldirishga qaror qildim. Mana bular hop, ovozi sal tonini o'zgartirib beradigan. Mana bu ham shunaqa. Asosiysi mana limiter qo'yganmiz mana bu yerda. Даже ko'ryapsizlarmi, shumi подавление ham yo'q. Juda ham toza chiqarib beryapti. Ovoz kачествосiga gap bo'lishi mumkin emas. Eshitishga kelsak, mana hozir bitta eshitib ko'raylik. Вообще bomba lekin cho'tki chiqaradi. Mana shuni qo'yib ko'raylik. Качество zo'r. Hali eng baloniga qo'ymagan ekanman ham. Вообще zo'r. Tashqarini umuman eshitmayapman. Даже o'zim ovozimni ham eshitmayapman. Narxi unaqa qimmat emas. Asosiysi hamyonbop va sifatli. Juda ham zo'r, sizlarga tavsiya qilaman. BO100 Barafon modeli. Men o'zim 200 mingdan sal oshiqroqga oldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman, lekin pullar yemanglar bunaqa naushnikdan. Mikrofoni ham, eshitishi ham вообще zo'r. Kачествоga gap bo'lishi mumkin emas. Вообще. Bu yog'iga strimlarni mana shu naushnik va mikrofonda olib boramiz. Ovoz kачествосiga gap bo'lishi mumkin emas. Xayr, omon bo'linglar. Give it to me like.